Demak, boshqa olamlar ham bor, shundaymi? Bu ajoyib, to'g'rimi? Sen do'sting Enik bilan sotgan paytingdan men boshqa olamlar haqida ma'lumot yig'gan edim. Biz kirishimiz mumkin bo'lmagan olamlar ko'p, lekin bizga ba'zilari kerak. Sen aqlli ekansan, o'lik qaytayotgan bo'lsang ham. Yangi yuraging bilan maqtanma endi. Mayli, menga aytginchi aqlli. Biz keyingi olamga qanday boramiz? Axir biz yo'lni bilmaymiz-ku. Men hech narsa qilib o'tirmayman. Men o'z olamni qaytarish va yana yashashni kerak. Ko'rinishdan sen havasan, men buni his qildim. Men yordam bera olarman. Sen Enik yoki Eronni biror narsa qila olasanmi? Nahotki men senga yordam taklif qilsam, sen bo'lsang do'mag'ir savollarni bera o'tirsang. Yo'q, men ularni hech nima qila olmayman. Men shunchaki sening yomon tuyg'ularing sabab topdim. Sen yaxshi tuyg'ularni ham his qilasanmi? Ha, kim xursand bo'lsa, bo'lsin. Men senga o'xshaganlarga kerakman. Shuning uchun baxtli odamlar ham bo'lmasligi kerak. Mana bu javob uchun men seni biror olamga o'tkazmoqchiman, faqat bitta shart bilan. Men seni qayerga jo'natsam ham sen uni jarrohlashni istayman, lekin fizik holatlar emas. Men tushundingmi? Bemalol. Ehtiyotkor bo'laman. Salom, men nahotki men darhol Enikka aytishim kerak. Qanday chiroyli kun, hamma xursand. Ertaga ham shunday bo'larmikansan? Menimcha ertaga qizlar ertalab bo'lishadi. Voleybol o'ynash vaqti keldi. Bugun mening jamoam yetadi. Biz sizlarni yutish uchun tayyorgarlik ko'rganmiz, omad sizlar. Sizlar bizni yuta olmaysizlar, andayn. Menga o'xshagan buyuk va kuchli jamoam bor. Sans, ehtiyot bo'l. Sans, yaxshimisan? Kechir, xavfsirab qolaman. Biroz dam olishim kerak. Papayas. Mayli, lekin iltimos, uxlab qolma hali. O'yin bor. Okey, bro. Ahvoling yaxshimi, Sans? Biroz ketchup yoki Sans? To'g'ri, sal keyinroq qaytaman.
Nimalar bo'lyapti? Enik, sen shu yerdamisan? Bo'la qol, menga javob qaytar. Sans? Enik kim? Men seni kuzatmoqdaman, Cross. Lekin sening olaming juda yolg'iz, sokin. Obbo, buncha bu qiyin bo'lmasa, bila qol, Enik. Axir sen olamlar himoyachisan, bilsang-chi, Crossni topish muammo emas-ku. Jem, bu yerda nima qilyapsan? Men o'sha olamda yomon narsani ko'rdim. Yomon kayfiyat his qildim, keyin yordamga keldim. Lekin ular Nagin va katta qilichli kishi bor edi. Ular jamoa bo'lishdi, kelishdi va tinchlan, Jem. Sen Crossni ko'rdingmi? Nightmare uni boshqa olamga, ya'ni tinch olamlarga o'tkazmoqchi endi. Uning rejasi hammani azoblash. Rahmat, Dream. Endi men uni topa olaman. Enik, to'xta. Men sen bilan bormoqchiman. Agar kimlardir xafa bo'lsa, boshlasa men o'zimni kechira olmayman. Kechirjam, biz birga ishlaymiz, lekin bu safar men o'zim ketaman. Qachondir meni qutqarganding, endi meni agalim. Men Sans? Enik kim? Men senga buni zo'r hazil bilan aytdim-u, lekin bu kulgili emas, qiziq narsa ham emas, bolakay. Buni bilgandim, seni yuraging. Bolakay, men yaxshiman, shunchaki biroz. Sizni o'shaligini his qildingiz. Siz imkoniyatingizni ko'rib chiqyapmiz. Hey, Sans, men senga bu va'da berganman, lekin hozir men seni bir marta bu ahvolda ko'ryapman. Balki vaqt qaytararman. Urinib ham ko'rma. Keldingmi, men seni bilan borishga qaror qildim. Nima, sen jiddiy aytyapsanmi? Salom odam. Enik, nima? U chindan ham ketish kerakmi? Mayli, kela qol, men senga barini aytib beraman. Kel. Siz Sansni qatdan eshitdingiz. Siz Crossni topish uchun u bilan bormoqchisiz. Kechir, lekin sen bu yerga keraksan. Men bu damdan so'ng eritmaydigan ham bo'lib qoldim. Sen buni qila olasanmi? Qaytaman deb so'z ber.
So'z berishni yomon ko'raman-u, lekin harakat qilaman. Kerak bo'ladi. Siz Sansga o'z kechiringizni berdingiz. Ajoyib, rahmat Frisk. Xo'sh, ketish vaqti bo'ldi. Iltimos, o'zingga ehtiyot bo'l. Chunki men rostdan ham kimdir g'amxo'rlik qilamoqda, to'g'rimi? Sen bunga majbur emassan. Men ko'z tomida o'lganim yaxshi, chunki do'stim oldida o'lish niyatim yo'q. Mana keldik, ichi baxtli olam. Bu yerdagilar qo'pol, lekin ular kichkina bo'lak va ahmoq qo'y sabab baxtli yashamoqda. Rahmat, Nagmi. Zavqlan.